Tamam. Hozir bu yerda sakrab olayin. Bunga mana ekskavator olib kelib, zebrda kovlatyapmiz mana. Biz kovlatishni ilojini nima qilsak bo'ladi deb bir ikkitasidan so'radik. Aka, zabr kovlaydigan tashkilotlar bor, o'shalarga borsalaringiz kovlab beradi deyishdi. Ularga bordik ham, u 2026-2027-yil dasturga tushirib, dastur asosida kovlasa bo'lar ekan dedi. Bitta ungacha bizni tarvuzimiz bir oydan keyin tayyor bo'ladi. Hamma narsa xullas kech bo'ladi. Keyin o'zimiz cho'ntagimizdan o'zimiz dogovor qilib, mana xususiy firmalarga gaplashib, mana shunday qilib zebrni kovlatyapmiz. Bu kovlatishga sabab bor sho'rni, namlikni tortib ketar ekan bu yoqqa. Mana shunday. Agar kimda kim dehqonchilikda mana shunday hodisalar, shunday vaziyatlar to'g'ri kelib qolsa, zebrni kovlatish kerak ekan. Zebr kovlanmagan, mana 10 yillar bo'lgan kovlanmaganiga. Umuman kovlanmagan. Birinchi marta kovlanish. Mana ko'ryapsizlarmi qanday kovlanyapti? Mana kovlangan joylari. Bu bor namlikni tortib ketyapti, chiqib ketyapti. Mana ko'ryapsizlaringiz, qarang, suv izib yotibdi. Mana shunday chiqyapti. Boyagi suvlar ko'rsatganim. Mana shunday chiqyapti, ko'ryapsizlarmi? Men sizlarga bu videoni qilishimdan maqsad montaj qilishni ham bilmayman-da, shuning uchun to'g'ri gapni aytyapman. Kimda kim qilmoqchi bo'lsa, avvalambor siz zebrni kovlatingizlar. Keyin bizga o'xshab bekor ertaroq kovlatmabmiz deb afsus chekmangizlar. Mana shunday bo'ladi. Mana ekskavatorimiz. Ekskavatorchining nomeri kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsalaringiz, nomerini tashlayman. Cho'tka qozib beradi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, bizni kuzatishda davom etingizlar.